Turkiyalik kelindan hammaga salom. Bugun sizlar bilan suhbatlashib kladovkamizni tozalaymiz. Bugun biroz men haqimda gaplashaylik. Ha, men turkiyalik kelinman, lekin erga tekkanimga endi 2 yil bo'ladi. Biz erim bilan alohida yashaymiz. Yangi obunachilarim bilishmas, qaynonam boshqa joyda yashaydilar. Men aslida oilam bilan yillar avval Turkiyaga ko'chib kelganmiz. Shu yerda yashaymiz. Bu yerda ishlab yurib, bir tanishim orqali xo'jayinim bilan tanishib qoldim. Bir ko'rishda yoqtirib, kelishib oila qurdik. Meni profilimda to'y videolari ko'rmasligingiz mumkin. Chunki xo'jayinim bilan to'y qilmaslikka qaror berdik. Qaror olishimda sabab meni oila a'zolarimni Turkiyada yashamasligi edi. Yaqinlarimiz kelishdi va biz uyda kichkina fotiha to'yi qildik. Xullas, men uyda shirinliklar, ovqatlar qilishni juda yaxshi ko'raman va blog yurishni juda xohlaganimni aytganimda xo'jayinim ruxsat berdilar. Oldindan Turkiyada yashaganim, tilini, urf-odatlarini, ovqatlarini, hamma narsasini bilganim uchun kelinlik paytim hech ham qiynalmadim. Shunday oilaga keldimki, xuddi urf-odatlari, dunyoqarashlari o'zbeklarnikidek, meni oilamdek edi. Shuning uchun umuman qiyinchilik bo'lmadi. Albatta, bunda menga ancha xo'jayinim ham yordamchi bo'ldilar. Hatto bu yil birga O'zbekistonga bordik, 3 oy u yerda qoldik. Uyda o'tiraman, ishlamayman. Uyda bitta o'zingiz zerikmaysiz deganlar bo'ladi ba'zida. Ba'zan zerikishga vaqt yo'q. Ba'zida esa shunaqa videolar olib o'zimni xursand qilaman. Bu men uchun katta motivatsiya beradi. Bu videolarni olishimda eng katta motivatsiyani xo'jayinim beradilar. Doim meni qo'llab-quvvatlaydilar. Xudoga shukr. Xo'jayinimlar oilada 2 farzand, bir qiz, bir o'g'il, qaynopajonim borlar. Hech ham qaynopalilarni ko'rmaganman. Shu yerda aytgis keladi. Haligi trenddagi video bor-ku. Qaysi duolaringizda so'rovdingiz, deydi-ku. Mashalloh deb qo'yasizlar, nazar tegmasin. Xudoga shukr, orzu-niyatlarimdagi oilam bor. Lekin oiladagi baxtni o'zimiz yaratamiz deb o'ylayman. Qanday bo'lsangiz, atrofdagi insonlarni ham sizga qarashi, suhbati, muomalasi shunday bo'ladi. Osuda, tinch, baxtli hayot qurish hamma yo'llarni o'zini qo'lida. Albatta, hamma narsa to'la-to'kis bo'lmaydi. Hamma narsani chiroyli qilish siz ayollarimizni qo'lida. Bugun men ham sizlar bilan gaplashib, uyimni yana ham chiroylashtirish uchun harakat qildim. Idishlarimni hammasini oldim, yuvdim, yana boshqatdan joylashtirdim. Qish uchun tayyorlagan konserva soslarimni ham terdim. Shularni tervatib biram xursand bo'ldim. Baribir qo'l mehnati boshqa. Men doim kichkina katta farqi yo'q. Hamma narsadan xursand bo'lib, shukr qilib yashashga o'rgangan bir insonman. Sizga ham tavsiya qilaman. Hammasi pul, qimmat, brend narsalarda emas. Qo'limizda borini, qadrini bilishda aslida. Meni profilimda yana qanday videolarni ko'rishni xohlardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib, menga obuna bo'lishni unutmang.